Isroil askarlari 7 oylik chaqaloqni otib o'ldirdi. Zelenskiy bilan uchrashishdan ma'no yo'q. Putin. Eron va AQSh yana yuzma-yuz katta urush boshlanyaptimi? Isroil askarlari 7 oylik chaqaloqni otib o'ldirdi. Isroil askarlari tomonidan g'arbiy sohil hududida 7 oylik chaqaloq otib o'ldirildi. Bu haqda BBC xabar berdi. Vazirlik marhum chaqaloqning ismi Sam Faxt Abu Haykal ekanini aniqlagan. Hodisa Hebron shahri janubidagi Tel Rumeyda hududida yuz bergan. Chaqaloqning ota va onasi ham jarohat olgan. Isroil mudofaa armiyasi bayonotida aytilishicha, harbiylar ular tomon tezlik bilan kelayotgan mashinani xavf deb o'ylagan va shundan so'ng mashina tomonga bir nechta o'q uzgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yil 7-oktyabrdan boshlab G'azo urushigacha g'arbiy sohilda 1000 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Shundan beri G'azoda Isroil hujumlari oqibatida 70.600 dan ortiq odam halok bo'lgan. Zelenskiy bilan uchrashishdan ma'no yo'q. Putin. Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning yuzma-yuz uchrashuv o'tkazish haqidagi taklifini rad etdi. Putin bu haqda Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, hozircha bunday muloqotdan ma'no ko'rmayapti va bu urush faqat Moskva o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishganidan keyingina yakunlanadi. Rossiya rahbari Zelenskiyning urushni tugatish masalasini shaxsan muhokama qilish haqidagi murojaatiga javob berar ekan, Ukraina rahbarining ochiq maktubini norasmiy deb baholagan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush 5-yilga kirgan bo'lsa-da, tinchlik muzokaralari amalda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Manbalarning ta'kidlashicha, Moskva nazoratiga olgan hududlarni saqlab qolishni talab qilmoqda. Kiyev esa bunday shartlarni qabul qilishdan bosh tortmoqda. Putin forumdagi chiqishda Rossiya harbiy amaliyotlarini faqat belgilangan maqsadlarga erishilgach to'xtatishini yana bir bor aytgan. Eron va AQSh yana yuzma-yuz katta urush boshlanyaptimi? Eron Bahrayn va Kuvayt yo'nalishida 7 ta ballistik raketa uchirgan, biroq ularning barchasi yo'lda yo'q qilingan yoki nishonga yetib bormagan. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hujumlardan keyin Eron javob zarbalarini amalga oshirgan. Ularning bayonotida Eron tomonidan uchirilgan 6 ta raketa to'xtatilgani, 7-si esa nishonga yetib bormagani aytilgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi esa bunga qarshi boshqa bayonot berib, Hormuz bo'g'ozi orqali ruxsatsiz o'tishga uringan 4 ta neft tankeridan biri zarbaga uchragani va to'xtatilgani, qolganlari ortga qaytganini bildirgan. Keyin AQSh kuchlari radar obyektlariga zarba berganidan so'ng korpus Kuvaytdagi AQSh harbiy bazasi va Bahrayndagi AQShning 5-floti bazasiga ballistik raketalar bilan javob qaytarganini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari esa bu hujumlarda amerikalik harbiylar orasida zarar yo'qligini va AQShning 5-floti shtabiga zarar yetgani haqidagi Eron da'volari noto'g'ri ekanligini bildirgan. Bahrayn poytaxtida OAV xodimlari portlashlar va havo hujumining mudofaa tizimlari ishlaganini eshitgani, shuningdek Kuvayt xalqaro aeroporti atrofida ham portlashlar qayd etilganini xabar qilgan. Kuvayt qurolli kuchlari esa dushman raketa va dron hujumlarini qaytarish jarayonida ekanligini bildirgan. Shu hafta Eron va AQSh o'rtasida allaqachon bir necha o'zaro zarbalar almashinuvi bo'lib o'tgach, garchi rasmiy ravishda vaqtinchalik tinchlik rejimi mavjudligi aytilsa ham, mintaqada keskinlik davom etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.